Sizning ham uyingizda xuddi shunaqa suv isitgichlar bor. Bu suv isitgichlarimizni umri uzoq bo'lishligi uchun, yorilib ketdi, portlab ketdi, to'kirib qoldi degan xavflar bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Top 3 ta maslahat. Uchinchisi eng asosiysi videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi, buni har 1,5 yil 2 yilda tozalatib turing. O'shanda elektr energiyani ham kam sarflaydi hamda ichkarida chirish degan xavf yo'qoladi. Aristoningiz yangi holatidagiday turaveradi. Ikkinchisi, har tozalatganda uni tenini almashtirish shart emas. Nakipini tozalab, o'zini qo'ysa bo'ladi. 4 yil 5 yil ishlayveradi. Qachonki to'kirish biron sezilganda, suvingizda to'kirish xavfi sezilganda, o'shanda buni almashtirsa bo'ladi yoki yorilganda buni almashtirsa bo'ladi. Lekin o'zini holati yaxshi turibdimi? Har buni 1,5 yil 2 yilda ochganda buni almashtirish shart emas. Bu ishlayveradi. 4 yil, 5 yil, 6 yil, yaxshi bo'lsa 10 yil ishlayveradi bu. Va nihoyat uchinchisi, o'zini mutaxassisga ko'rsatishga harakat qiling. Havaskor yoki santexnik, mahallamizda santexnik edi deb ko'rsatmang. O'zini mutaxassisga ko'rsattiring. Menga ko'rsattiring demoqchi emasman. Qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar bilgan, tanigan, o'zini mana shu narsa bilan shug'ullanib yurgan mutaxassisga ko'rsattiring. Chunki bu yopiq sistemada ishlaydi. Ichkarida 5 bar, 6 bar, 7 bar bosim bo'ladi. O'shaning uchun o'zini mutaxassisga ko'rsatishingizni tavsiya qilaman. Toshkent bo'ylab kimga mana shunaqa suv isitgichlarni o'rnatish, remont qilish, tozalab berish xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. 24 soat ichida borib sizga eng sifatli va samarali xizmat ko'rsatib beramiz. Bundan keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying hamda bittadan like tugmasini bosib qo'ying. Like bosish tekin. Salomat bo'lasizlar.